Bismillah. Assalomu alaykum aziz g'allorolliklar, shahrimiz mehmonlari. Men sizlar uchun zo'r narsa topib qo'ydim. Topgan haqiqatan zo'r, va boshqa blogerlarga o'xshab zo'r deb aldamayman. Haqiqatan zo'r. Yevropaning G'allorolga olib kelyapti. Ya'ni G'allorol shahridan Yevro standartlarga javob beradigan ajoyib xonadonlar qurilishi boshlandi. Bu yerda farzandingiz uchun o'qish maktabi, sport zallar, bog' barchasi mavjud. 2 so'tlik xonadonlar sotuvi boshlandi. Kimgadir domda yashamayman, issiqda, yozda siqilaman va xavfsizlik darajasi qanaqa bo'larkan deb o'ylanmaysiz. Standart darajasida, Yevro standart darajasida uylar qurishni boshladik. Asosiysi esimdan chiqib ketibdi. Bu yerda park, ya'ni bir favvoralar, maktablar, bog'lar juda ham mavjud. Juda ham bir odam bir maza qiladigan joy bo'layapti. Videoni oxirigacha ko'rasiz, qanaqa uylar quriladi. Jonim futbol bo'lsin agar u meni kamida har dam. Salomatligi bor, oqibatda oxiridagidan moddam xotirjam. So'tlik xonadonda mazza qilib yashayman deydigan bo'lsam, pastdagi nomerlarga murojaat qilasizlar. G'allorolda bunaqasi hali bo'lmagan, bunda gapimga javob beraman.